Spynet reality shouga PR direktor rolini olish uchun kelganmisiz yoki shunchaki hype qilish uchun kelganmisiz? Albatta hype uchun. Manipulyator, provokatorman, nimaga tan olmaslik kerak? Hammaga ham berilmagan bu. Olovga moy sepishni juda ham yaxshi ko'rasiz. Ataylab qilasizmi? Ataylab, kerak bo'lsa oyog'ini osmondan qilaman. Kimni o'zingizga raqib deb bilasiz? Oraligida eng zo'r o'zimman baribir. Kim raqib bo'la oladi? Hamma narsani to'g'ri qilaman deb o'ylaysizmi yoki qaysidir tomonda o'zi vijdoningiz qiynalgan joylari ham bo'lganmi? Vijdoni bo'lsa, reality showda qatnashmasdi va bu yerda hamma o'zi uchun kurash olib boryapti. O'zidan kimni yasab olgan bu odam? Kimsan o'zi? Lo'liga o'xshab kiyinib yurasan degan fikrlarni ham o'qidim. Nimani qoyillatgansizki, o'zingiz haqingizda shunchalik baland fikrdasiz? Odamlar nima deydi? Odamlar baloni yeydi va bu narsa sizga ham tegishli gap. Agar kiyim tarixini bilmasangiz, iloji bo'lsa gapirmang. Loyiha sizni qanchalik o'zgartirdi? Fahm farosatda o'zgarish bo'ldimi yo'qmi? Umuman bo'lgani yo'q. Bo'lish halovatimi deysiz? 360 gradusga o'zgardi va fahm farosatga keladigan bo'lsangiz, sizga emas, menga o'rgatish.